Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Mavardi rahmetullahi aleyhinki Edebuddin ve Dünya namlı kitabındaki dersimizdeki devamında bugün İmam Mavardi rahmetullahi aleyh havai heves xohish bilan shahvatniki farqi nima degan mazmun to'xtalib. Hamda havai heves ve shahvatniki farqi nima? Amaliyotda ikkisi illat, sebep, neticede ortak. Ve şundaqlamda hukm mazmunda ortak. İkisininki sebep, neticesi mi o'xshash, buniki hukm, mazmuni mi o'xshash. Undaqda havai heves, xohish, ama shu fikr, e'tiqod masalalariga xosroq qo'llanildi. Ammo shahvat bo'lsa, huzur, halovat, lazzat suriladigan narsalarga işiltildi bu şehvet hukmi. Undaqda şehvet havai heves xohishniki, undaqda hamda bu şehvet nima degan vaqtida bu shu havai heves xohishniki bu natijasi deyishga bo'ladi. Shunga bu havai heves qaragan vaqtida xosroq hukm. Ammo havai heves xohish bo'lsa, bu umumiyroq bo'lib, butun shu yomonlikning, shahvatniki jildizi yanala havai heves xohish deyishga bo'ladi. Shahvat havai heves xohishdan keyingi bir jarayon. Hamda Alloh subhanahu va taoladan bizniki shu havai heves xohishniki turli dushmanlari, sabablari, qo'shillardan Allohning bizni saqlashini so'raymiz. Alloh subhanahu va taolo bizdan bizni shu halokat yo'llarining hammini to'sitishni umid qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bizga davomli muvaffaqiyat ato qilishini, yo'limizniki muvaffaqiyat bilan bir mash'allik yorug'liq bo'lishini Alloh subhanahu va taoladan davomli so'raymiz. Alloh subhanahu va taolo aqlimizni bizga yetakchi qilib berishini tilaymiz. Hamda hikoyatlarda deyilishicha Alloh subhanahu va taolo Isa alayhissalatu vassalamga vahiy qilib mundoq debdi: "Avval sen o'zingga nasihat qilgin. Shu nasihatni qalbing qabul qilgan vaqtida, anda boshqalarga nasihat qilgin. Bo'lmasa sen mendan hayo qilib ishingni qilgin" deb shundoq degan deydi. Alloh subhanahu va taolo bizni hem haqiqiy dinni yaxshi taniydigan, biladigan, shundoqla o'zining bilganiga to'g'ri ravishda amal qiladiganlardan qilsin. Muhammad ibn Kunasa degan kishi shundoq deydi: "O'zi shu adab axloq borasida gap qilib, buning amal qilmaydigan, havoi havasning halokatidan yoki turli havoi havas xohishningki qo'shillardan o'zi tortmaydigan odam bu adib emas, adablik odam emas. O'zi bilgan narsaga to'g'ri amal qila olgan odam, ayb nuqsonsiz holat amal qila olgan odam bu ondan adib bo'la oladi, ya'ni adablik bo'la oladi. Ba'zi vaqtlarda shu qiliqi, o'ziniki harakati to'g'ri bo'lmagan odamlarniki gapi to'g'ri bo'lgan taqdirdami bu odamga yetarli ozuq berolmaydi deb shunaq. Endi boshqa shoirlar bu haqda adab axloq haqida gap qilib, boshqalarga ilm o'rgatayotgan odam, sen bir ilmdor bo'lgandan keyin o'zingga bir narsa o'rgatsang bo'lmamdi, o'zingni o'ylasang bo'lmamdi, kasallarga dori bersan, dori yezib bersan, shu bemorni saqayamiki deb yozsang-ku deyman. Amaliyotda sen kasal. Avval sen o'zingdan boshla, o'zingni bu zalolatdan, gumrohlikdan sen qutqazgin avval. Shu gumrohlik yo'qsa, uningdan yo'qolgan vaqtida sen haqiqiy vaqtida bir hakim, tabib bo'lsa, ya bir donishmand bo'lsa, doktor bo'lsa, haqiqiy doktor bo'lsa, shu vaqtida sen o'zing nasihat qilsangmi, vaz nasihat qilsangmi, sen qabul qilinsa, yo'lliq bilinsa, sening gapingga boshqalar ergishdi, qabul qiladi, sening bilmangni boshqalar qabul qiladi. Sen o'zing bir ishni qilib o'tib, shu aksicha sen shu qilayotgan ishingni boshqalarni ayblab cheklama, to'siblanma. Bu sana bir or-nomus. Sen cho'ng bir ish qilib qolgan bo'lsa undaq. Abu Farva degan kishi bayon qilib bundoq debdi-da. Abu Farva degan kim o degan vaqtida bu Adi ibn Adi al-Jazari degan kishi bo'lib, o'zi tabi'in. Dadasi sahoba, tog'asi sahoba bo'lar. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi shu jazira ahliniki xo'jisi deb sifatlagan bu kishini. Bu yerdagi jazira shu Iroq bilan Suriyaning orasidagi Furat daryo bo'yidagi orolni deydi. Umar ibn Abdul Aziz rahmatullohi alayhiniki ayni vaqtida shu Iroq Mavsul tarafga qo'ygan valisi sanaladi bu odam. 120-yil o'lib ketgan. O'shadan bir tarixni hikoyat qilib so'zlab beryapti. Tariq degan odam Xolid ibn Abdulloh al-Qasriyninki cho'ng soqchisi bo'ladi bu.
Hamda Halid ibn Abdullah al-Qasri bu kim o degan vaqtida bu kishimi Umaviylar davlatiniki cho'ng sarkarlarniki biri. Hisham ibn Abdulmalikniki zamonida bu kishini Iroqqa vali qilib bekitgan. O'ziniki nayati sahi mardligi bilan, uningdan boshqa himmatining nayati zo'rlik bilan mashhur islom tarixida. Buning aqli nayati o'tkir, tarixda qoldirib ketgan nurg'un izlari bor bu odamniki. 126-yili o'lib ketgan. Bu odam shu Qur'onni maxluq degan kishini tunji bo'lib tarixda o'tgan odam. Birinchi fitnani yo'qotgan. Undan keyin Abbosiylar davri kelgan vaqtda qaytadan bu fitna o'ttirib chiqqan. Ammo tunji qitim Qur'onni maxluq degan kishini o'sha odam o'ldirgan. Chunki shu Qurbon hayit kuni butun jamoatga xutba so'zlab, sizlar uyonlik berib qurbonlik qilinglar, men birga Alloh qurbonlik qilaman deb shu Qur'onni maxluq degan kafirni dastlab o'ldirgan odam bu. Fitnani jildizdilar. Birinchi qitimida qurtadigan o'zining keskin irodasi bor odam. Hamda mushu soqchi odam davlatning shoxtiki bu soqchisi, mush tarix degan odam o'ziniki mushu karvonlari bilan, soqchilari bilan mido ketyapsa, shunday hashamatlik davlat arbobida hamda bu davlatning cho'ng odamdir. O'tib ketyapsa, Ibn Shubrima degan odam uchrabdi. Bu Ibn Shubrima degan kishimi Abdullah ibn Shubrima al-Kufi degan shu Kufining danglik olimi bo'ladi, ham shu o'z davridagi qozi, hozir javob xatib shoir. O'ziniki shu hozir javobligi bilan ilmi bilan tonilgan buyuklarniki biri. Shuningla Ibn Shubrima degan bu qozi qo'pab o'zi ham taqvolik bilan mashhur ekanda, shu ayni vaqtida bu tarixga qarab qarshi bu yo'g'on katta bir davlatningki soqchisi, atrofida nurg'un qo'g'dug'chilari va odamlari va hashamatlik o'tayotganda o'ylayman bu mol dunyo degan shunday bir yaxshi sevimlik narsa bo'lsa-mu, bir yozning bulutiga o'xshaydi. Birdan turiblan bu bulut yani yorib ketadi, yani yo'qolib ketadi bu mol dunyo degan, bu davlat degan yo'q-ku deb tarix degan odamga qarab bu she'rni o'qigan ekan. Ey Alloh, menga dinimni beribsa, ularga dunyo beribsa deb tövbe qilib Alloh deb mengapti-da. Ammo bu Ibn Shubrima uningdan keyin bu qozilikqa taklif qilindi bu odam. Bu Abu Ja'far al-Mansurniki davrida bo'lgan voqea bu. Bu Umaviylar davrida ma odamni ayblabdi. Lekin Abbosiylar davrida Abu Ja'far al-Mansurniki zamonasiga kelgan vaqtida Abbosiylarniki qozisi bo'libdi bu odam. Shuni bilan o'g'li Abu Bakr debdi. Ibn Shubrimaning Abu Bakr deb o'g'li bor ekanda. Jinim dada seni falon vaqtida mushunday bir gapni degandilar. Qayslarida mushu Umaviylarniki cho'ng katta soqchisi Tariq o'zining askarlarini elib o'tgan vaqtida mushu yuqoridagi she'rni o'qigandilar. Bu nima sizlar bugun kun kelgan vaqtda bu davlatda mansab tutib bu dunyoga sizlar berilib ketdilar deganda, jinim o'g'lim, bular dadangdek odamni bular topa-olmaydi ekan, lekin dadang ulardek odamni topolmaydi ekan deb javob bergan. Chunki dadang ularning hamda tatliq turum do'stlarni yeb qolgandan keyin oxirida shu havoyi havas, shu xohishga duchor bo'lib tushib ketadigan gapkan. Demakchi bo'lgani, biz ham o'zimiz mush podshohniki do'stqondan yegandan keyin bizningki o'zimiz bu yerda sarg'ayib, oxir nima desa shuni qiladigan bo'lib qopdiq deb o'ziniki burunqi qilmishi shu degan so'zidan afsuslanyapti. Hamda Mavardi deydi, qaramamsa inson mushundoq bir fazilatlik, shunday bir katta diyonatlik fozil odam turib, birdamda mana boshqalarning toptanisiga qoldi, ogohlantirishi qoldi, bo'lib o'zining eng yaqin sevimli o'g'lidan bu dashnam ishtiyotido. Qaramamsa, bizga o'xshash nuqtasi yo'q bunda odamni o'lab qolsa qanday qilamiz? Shunday fazilatlik, taqvo odamlar o'g'lidan shunday toptaniga uchrayotdi, dunyoga berildi deb. Bizga o'xshash shunday nuqtasi qo'ldan chiqayotgan, bunda odamni bu dunyo nima qilaversin qaramamsa dedi. Imom Mavardi deydi. Qalbimiz nayt yengil yoki bo'lmasa qalbimiz davomli kuchlik bo'lmagan, ojiz bo'lgan bizdek odamlarning nima qilib qaramamsa, bizni butun mush atrofdagi odamlarning ko'zlari bizni ko'z tutib turdi, qarab turdi, masxara qilib, nima ish qildiganda deb qarab turdi. Ayiblaydigan, tillaydigan odamlarniki tillari o'tkir, zaharlik, yilondek bizga taqilib turdi. Johil bu tarsalarning tildan biz qutulolmaymiz. Davomli tili bizni ayiblaydi. Biz Allohning tavfiqidan boshqa bir qutuladigan joy topa olamizmi? Allohningki boshpanaligidan boshqa
bizga boshpana bo'la oladigan, bizga yordamchi bo'ladigan bir yordamchi bormi? Da'vatida Imom Mavardi rahmatullohi alayhi. Bugungi darsimiz mushayish bo'lg'ay. Inshaalloh Xudoyim bo'lsa, keyingi darsimiz biz birinchi bob tugdamish aql, havoyi havas haqida to'xtaldi-da imom. İkinci bobda o'sha ilmga munosabatli mazmunlar haqida to'xtaladi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.